Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan ekologik universitet. Xuddi ertaklardagidaqa vibe-ni beradi. Talabalarni yarim vaqti darsxonada o'tsa, yarim vaqti amaliyotga o'tadi. Talabalarni exchange qilib jo'natish shu dasturlari bor. Amerikadan boshlab Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Finlandiya. Abituriyentlarga qiziq, bu universitetga ekologiya, iqlim yo'nalishiga yurisprudensiyani bog'lab bu yerda o'rgatiladi. Nega aynan Green University'ni tanladingiz? Nega aynan ekoturizm? Toshkent o'ylashim bo'yicha Green Up'ga ko'chishimiz kerak. Salom do'stlar, navbatdagi obzorimiz nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan ekologik universitet Green University bilan bo'ladi. Bugun sizlar bilan ushbu universitetga kampus turi uyushtiramiz. Green University, ya'ni atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Prezidentimizning 2023-yil 31-maydagi 174-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi ko'magida tashkil etilgan. Xo'p do'stlar, obzorimizda bizga hamrohlik qiladi shu universitet dotsenti Valijonov Daler Dilshodovich. Assalomu alaykum Daler aka. Assalomu alaykum. Avvalambor universitetimizga xush kelibsizlar. Sizlarni barchangizni shu universitetimizda ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Bizning universitetimiz Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti, ya'ni qisqacha qilib aytganda Green University. Bir so'z bilan aytganda, universitetimizning faoliyatini bugun sizlarga tanishtirishga harakat qilamiz. Xush kelibsizlar universitetimizga. Welcome to the Green University. Universitet manzili quyidagicha. Green University'da quyidagicha ta'lim yo'nalishlari mavjud. Bakalavriat yo'nalishlari: ekologiya va davlat boshqaruvi, atrof-muhit va iqtisodiyot, ekologik muhandislik va qayta tiklanadigan energiya, barqaror turizm va ekoturizmni boshqarish. Magistratura yo'nalishlari: ekologiya huquqi, atrof-muhit kommunikatsiyasi, ya'ni ekologik jurnalistika, tabiatni muhofaza qilish, barqaror turizm, sirkulyar iqtisodiyot, barqaror shaharsozlik, iqlimga chidamli o'rmon xo'jaligi. Assalomu alaykum. Mening ismim Hakim Muhiddin. Men yurisprudensiya yo'nalishining birinchi kurs talabasiman. Tanishganimdan xursandman. Demak, bu universitetimizning ikkinchi qavati Gidrosfera deb nomlanadi. Talabalar bu yerga darsdan bo'sh paytlari kelib, kutubxonadan foydalanishlari mumkin. Marhamat qilib kutubxonaga. Demak, bu etajda talabalar kutubxona uchun ko'proq aynan chiqishadi. Bemalol shu dars qilishga talabalarni sevimli etaji demak bu. Demak, kutubxonani ko'ramiz. Yetarli kitoblar, manbalar berilgan. Green University kampusidagi alohida e'tibor qaratish kerak bo'lgan yana bir qiziq jihat. Oliygoh binosining har bir etaji geografik qobiqning ketma-ketligida, ya'ni litosfera, gidrosfera, atmosfera, biosfera qavatlari deb nomlanganligidir. Xullas, bu kutubxonamizning mutolaa qilish xonasi, ya'ni o'quvchilar o'zlariga kerak bo'lgan kitoblarni olishadi va bu yerda maxsus o'tirish nimalari bor. O'sha yerda o'tirib mutolaa qilishlari mumkin. Ko'rib turganingizdek, yo'nalishlarga taqsimlangan kitoblar bor. Bu yerda masalan ekologiya universiteti o'quvchilari uchun ajratilgan kitoblar bor. Ya'ni qizil kitob va shunga o'xshash kitoblar. Va bu yerda ko'pincha yuridik asarlarga, ya'ni to'plam bor. Undan tashqari bu boshqa o'zini darslarini qilsa ham bo'ladi, o'tirib. Shuning uchun mo'ljallangan. Ajratilgan. Kutubxonaning ishlash vaqti soat 9 dan kechqurun soat 6 gacha ishlaydi. Universitet kutubxonasi interyeri esa alohida yoqimli, haqiqiy kitob o'qishga undaydigan vibe, xuddi ertaklardagi saroy kutubxonasi kabi. Do'stlar, Green University kutubxonasining ikkinchi xonasidamiz hozir. Juda ham qiziqarli ekan, xuddi ertaklardagidaqa vibe-ni beradi. Multfilm bor edi shunaqa, Sohibjamol va Maxluqda Belni Maxluq xuddi shunaqa kutubxonaga olib kiradi. Xuddi shu vibe-ni beradigan joy ekan. Hozir kitoblarni ham ko'ramiz bu yerda. Oliygoh missiyasi.
Bitiruvchilarni turli xil davlat, xususiy va notijorat tashkilotlarida ekologik maslahatchilar, resurs menejerlari va barqaror rivojlanish koordinatorlari kabi lavozimlarni egallashga tayyorlash. Atrof muhit muammolari va siyosatini iqtisodiy nuqtai nazardan o'rganish, ekologik mulohazalarni iqtisodiy tizimlarga integratsiyalash va ekologik ta'sirlarni hisobga olish. Va bundan tashqari universitet ekologik muammolarni samarali hal qilish uchun zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar, menejerlar va tadbirkorlarni tayyorlash va resurslarni samarali boshqara oladigan mas'uliyatli ekologik rahbarlarni rivojlantirishni maqsad qilgan. Do'stlar, obzorimizni universitet rektori Shahriyor Nurullayev bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Universitet haqida bir nechta savollarim bor. Shu birinchi universitet ochilishidan maqsaddan boshlasak. Bizni universitetimiz hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan ochilgan. Asosiy vazifasi shu ekologiya sohasida, atrofni muhofaza qilish, iqlim o'zgarishi sohasida eng ilg'or, eng aqlli va kelajakdagi rahbarlar, liderlar bo'ladigan bir oliygohni yaratish bo'lgan. Uni ismida Markaziy Osiyo degan so'z ishlatiladi. U bejiz emas. Uning asosiy maqsadi shunday bo'ladiki, bu xalqaro universitet. Xalqaro universitetda shu Markaziy Osiyo davlatlaridan talabalar kelib tahsil olsin, birgalikda mana shu ilm bilan shug'ullansin, birgalikda tadqiqot qilsin. Shu O'zbekistondan boshqa davlatlarga keyin o'sha fikrlarni, o'sha eng yaxshi g'oyalarni tatbiq qilishda ko'maklashsin degan katta vazifalar qo'yilgan. Tushunarli. Abituriyentlarga qiziq, bu universitetga kirish bosqichlari, imtihonlar qanaqa kechadi? Bakalavr, magistratura uchun. Masalan, qaysi fanlardan topshirish kerak yoki IELTS bo'lishi shartmi? Chunki bu yerda darslar faqatgina ingliz tilida olib borilar ekan. Xuddi shunday. Asosiy eng katta e'tibor til bilishida. Chunki bu aytganimdek xalqaro universitet bo'lgani uchun yarmdan ko'p o'qituvchilarimiz, professorlar bu chet ellik mutaxassislar. Ikkinchidan xalqaro bo'lgandan keyin boshqa davlatlardan, mamlakatlardan talabalar kelib o'qish sharoit qilingan. Va mahalliy hozir ko'rib turibsiz, juda ko'p yoshlarimiz ingliz tili darajasi juda yuqorilab ketdi. Va umuman olganda albatta shu IELTS bo'lsa IELTS yoki boshqa mutasaddi idoralarni til bilish bo'yicha sertifikatini taqdim qilinsa agar, shu bir bosqichdan o'tgan hisoblanadi. Keyingi bosqichlari bu suhbat bo'lardi va boshqa fanlardan o'zlashtirgan baholari, masalan, yurisprudensiya sohasida bu bilasiz, o'sha tarix, ona tili, aniqlar talab etiladi, bilimi. Iqtisodiyot yo'nalishimiz bor, ekologik iqtisodiyot. Bu yo'nalishda albatta bu demak matematika bilishi talab etiladi. Yana ekologik turizm yo'nalishimiz bor. Ekologik mass media bilan ishlash yo'nalishimiz bor. Atrof muhit injiniring deydi, bu yangi yo'nalish, environmental engineering deydi. Unda demak mana shu amalga oshadigan loyihalar, chiqindi qayta ishlash, suv inshootlarida ishlash va u zamonaviy texnologiya joriy qilish, boshqa bir nechta shaharsozlik me'yorlarini tushunadigan mutaxassisni tayyorlash uchun mana shu yo'nalishni ochganmiz. Bilasizlar, mana hozirgi unda juda dolzarb bo'lgan ekologik standartlarga juda kuchli e'tibor berilyapti. Mana shu yangi yo'nalishlar kelajakda ham mutaxassis sifatida ham yangi texnologiya joriy etishda eng katta rol o'ynaydigan mutaxassislar bo'ladi degan umiddamiz. Tushunarli. Yana qiziq savol abituriyentlarga. Universitetning o'z yotoqxonasi mavjudmi? Universitet yotoqxonasi mavjud. Hozir shuni ta'mirlash ishlari davom etyapti. Yaqin kunlarda uni ochilish marosimini o'tkazamiz. U 400 kishiga mo'ljallangan. Demak, bu faqat o'zimiz talabalarimiz emas, aytganimdek, chet ellik mutaxassislarni jalb qilyapmiz. Professor, o'qituvchilar va talabalar, ularga ham sharoit yaratish maqsad qilingan. Barcha zamonaviy va xalqaro talabalar javob beradigan sharoit qilingan. Tushunarli. Universitetni chet davlatlaridagi universitetlar bilan o'sha ekologiya yo'nalishidagi hamkorlik aloqalari bormi yoki talabalarni exchange qilib jo'natish shu dasturlari bormi? Albatta bor. Bilasiz, hozirgi yoshlarimiz
juda katta qiziqish bildirishadi aynan shunaqa xususiyatlariga. Biz aynan hozirda 50 dan ortiq kelishuvimiz bor har xil davlatlar bilan. Shu Amerikadan boshlab Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Finlandiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Xitoy, Koreya, Yaponiya va boshqa juda ko'p davlatlardan hamkorlarimiz mavjud. Ular barchasida asosiy birinchi bosqichda bu bir nechta bosqichlari bor. Talabalar almashinuvi joriy qilish, o'qituvchilar almashinuvi joriy qilish, birgalikda ilmiy tadqiqotlarni olib borish, ular mutaxassislari bizda dars o'tishi va bizni mutaxassislarimiz ularni imkoniyatdan foydalangan holda ilm bilan shug'ullanish, dars bilan shug'ullanish, moliyaviy ko'magini olib qanaqadir yangi loyihalar, amaliy loyihalar joriy etish kelishuvlarimiz bor. Tushunarli. Green University'ni O'zbekistondagi boshqa universitetlardan farqli jihatlarini ayta olasizmi? Birinchi o'rinda albatta bu aytgandek bu xalqaro universitet. Xalqaro universitet bo'lgandan keyin aynan atrof muhit muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi sohasidagi yagona universitet deyiladi. Boshqa universitetlar bilgan bo'lsangiz, fakultet mavjud, yo'nalishlar mavjud, lekin hammasini bitta joyda birlashtirib o'sha amalga oshirish amaliyoti aynan Green Universitet tashkil qilingan. Ikkinchisi bu xalqaro muhit bo'lgandan keyin bu yoqdagi mutaxassislar bir xil yuqori darajada har xil jarayonda qatnashish uchun tayyorlanadi. Bu faqat davlat doirasida emasda, misol biz ekologiya vazirligi qoshidagi universitet bo'lganimiz uchun kelajakda ekologiya vazirligiga xodim bo'lish mumkin. Ba'zilar xohlaydi xalqaro tashkilotda ishlashni deb. Mana masalan bizni binomizda bir nechta xalqaro tashkilotlar joylashgan, ular bizning hamkorimiz ham hisoblanadi. Kelajakda ular mana shu xalqaro tashkilotlarni ish topishi imkoniyati ko'p. Va undan tashqari xalqaro va mahalliy ishlab chiqaruvchilar va xususiy sektor vakillari bor. Xalqaro moliyaviy institutlar bor. Ular bilan ham bizning kelishuvimiz bor. Biz talabalarimiz birinchi kursdan boshlab mana shunaqa har xil tashkilotlarda amaliyot o'tib, bilasiz, dual ta'lim bo'yicha hurmatli prezident juda katta vazifa qo'yganlar. Talabalarni yarim vaqti darsxonada o'tsa, yarim vaqti amaliyot o'tadi. Amaliyot o'tganda har xil yo'nalishlari bo'yicha o'zi tanlov qilish huquqiga ega. Kim o'sha kelajakda men yurist bo'laman desaga, misol o'sha huquqiy yo'nalishda amaliyot o'tash imkoniyati yaratyapmiz. Kim masalan iqtisodchi bo'laman desa, iqtisodiy yo'nalishda, kimdir ishlab chiqarishda, kimdir mana aytdim ekoturizm sohasida, kimdir ommaviy axborot vositalari yo'nalishida. Bu hammasi zamon talablariga mos ravishda, ya'ni talabalarimiz ishtiyog'i, o'zini qiziqishini kuchaytirib, ularga yetarli sharoit yaratib, kelajakda o'ziga ishongan, kuchli mutaxassis, xalqaro darajadagi mutaxassis tayyorlash vazifasi yuklangan va shu vazifani bajarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Tushunarli. Suhbatimiz so'ngida abituriyentlarga, talabalarga o'zingizni maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Maslahatim oddiy, o'qish kerak. O'qish albatta juda ko'p yutuqlarga sababchi bo'ladigan eng asosiy mezonlardan bittasi. Albatta xalqaro yo'nalish qiziqadigan, kelajakda rahbar bo'ladigan, lider bo'ladigan insonlar yangi sharoitga moslashuvchanlik anaqasini ko'nikmasini kuchaytirish kerak. Shunaqangi yo'nalishda boradigan har bir yoshimiz albatta kelajagi porloq bo'ladi. Hech qachon unaqa odamda ish masalasi yoki kelajak masalasi oldida turmaydi. Ular faqat kattaroq marralar, eng katta yutuqlar oldinda ketma-ket ketishi aniq. Tushunarli. Rahmat sizga foydali, qimmatli ma'lumotlaringiz uchun. Rahmat sizga. Bugungi kunda universitetimizda qariyb 400 ga yaqin talabalar tahsil olishmoqda. Universitetimizda yangi ochilgan yo'nalishlardan biri bu yurisprudensiya, ya'ni yuridik kadrlarni tayyorlashga ixtisoslashtirilgan yo'nalish hisoblanadi. Xo'p, menda savol bor. Ekologiya, iqlim yo'nalishiga yurisprudensiyani qanaqa qilib bog'lab bu yerda o'rgatiladi? Nima bog'liqligi bor? Albatta savolingiz uchun rahmat. Haqiqatda bugungi kunda atrof muhitni muhofaza qilish, iqlim o'zgarishi masalalari
eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu nafaqat respublikamiz miqyosida, balki xalqaro darajada ham muhim masalalardan biridir. Xususan o'zim universitetimiz huzuridagi yuridik klinika faoliyatiga rahbarlik qilaman jamoatchilik asosida va mana shu yuridik klinikani faoliyatida biz talabalarimizga ularni huquqiy bilimlarini nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan mustahkamlashga o'rgatamiz ularni. Va ularni yuridik klinikadagi asosiy faoliyati bu mana shu aholining huquqiy ongi, huquqiy madaniyatini va huquqiy bilimlarini mustahkamlashga qaratilgan deylik o'sha bepul yuridik maslahatlar berish, huquqiy yordam ko'rsatish va murojaatlar bilan ishlash yo'nalishida bugungi kunda o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqdalar. Yana bir e'tiborga molik jihati shundan iboratki, bizning universitetimizda darslar faqat ingliz tilida o'tiladi. Ya'ni demak, mana shu taklif qilingan visiting professorlar, ya'ni bevosita mana shu universitetimizda ham faoliyat yurituvchi, doimiy asosda faoliyat yurituvchi xorijlik professor o'qituvchilar ham tegishli modullar bo'yicha universitetimiz talabalariga dars berishadi. Va shu narsani yana bir alohida ta'kidlab o'tishni istardimki, biz bugungi kunda mana shu huquqiy yo'nalishda, ya'ni yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha talabalarimizga huquqiy ko'nikmalar va metodologiya, davlat va huquq nazariyasi, konstitutsiyaviy huquq kabi fanlardan o'sha foundation year talabalariga mana shu fanlardan ingliz tilida dars berib kelmoqdamiz. Qolaversa, demak, universitetimizda faoliyat yuritayotgan boshqa yo'nalishdagi talabalarga ham ekologiya huquqi va madaniyati kabi fanlardan, magistratura mutaxassisliklariga iqlim o'zgarishi huquqi, xalqaro ekologiya huquqi, atrof muhitni boshqarish va tartibga solish kabi modullardan maxsus o'sha dars mashg'ulotlarini olib boramiz. Bakalavrlar uchun kontrakt narxlari mahalliy talabalar uchun 17 million 325 ming so'm, xorijlik talabalar uchun 18 million 480 ming so'm, magistratura uchun kontrakt narxlari mahalliy talabalar uchun 20 million 790 ming so'm, xorijlik talabalar uchun 21 million 945 ming so'm. Do'stlar, tanishtiruvni universitetning stadionida davom ettiramiz. Bunda bizga universitet talabasi hamrohlik qiladi. Assalomu alaykum. O'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Mening ismim Norbutayev Sherzod. Hozirgi kunda Green Universityning 1-kurs talabasiman. Ekoturizm fakultetida o'qiyman. Va yo'nalishimda shu Green Universityda ko'rdim o'zimda keyingi kelajagimda. Va hozir shu universitetda turibman. Endi o'zingizni shu yo'nalishingizga to'xtalsak, nega aynan Green Universityni tanladingiz? Nega aynan ekoturizm va kelajakda ham shu yo'nalishda ketmoqchimisiz? Qanday ishlar yoki hozirdan amalga oshiryapsiz? Xo'p. Shu qiziqishlaringiz haqida gaplashsak. Tushunarli. Bu yo'nalishni tanlagandan sabab asosiysi birinchi o'rinda eng katta muammolardan biri ob-havo muammosi. Biz bilamizki, O'zbekiston, ayniqsa Toshkent ifloslanish darajasi bo'yicha o'tgan yil 2024-yilda eng pikka chiqdi va bundan biz uyalishimiz kerak deb o'ylayman. Bunga sabab menimcha hozirgi kundagi manufakturalar, kompaniyalarning rivojlanishi va ularning bizda ayniqsa mashinalarning ko'payib ketishi bizga ingliz tilida fossil fuels deyiladi, ya'ni yoqilg'idan foydalanish atmosferamizga zarar yetyapti. Mening maqsadim o'shani bartaraf etish. Qaysi yo'l bilan? Biz butun Toshkent o'ylashim bo'yicha Green Up'ga ko'chishimiz kerak. Green Up degani bu hamma narsa elektronikaga o'tamiz, to'xtatamiz natural resurslardan foydalanishni. Bular ko'mir yoki gaz oshlarni o'z ichiga oladi. Qachonki ulardan foydalanishni to'xtatsak, atmosferamiz tozalanadi va bu muvaffaqiyatga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Ekoturizm yo'nalishida masalan hozir ham qanaqadir ishlar olib boryapsizmi yoki nega aynan ekoturizm? Turizm yo'nalishida ham shu ekologik bilmadim
yangilik qilmoqchisizmi yoki bu universitetda ekoturizm bo'yicha umuman qanaqa bilimlar beriladi? Ekoturizmga qanaqa hissa qo'shishi mumkin? Ekoturizmda asosan bizning Toshkent bilan boshqa davlatlarning o'rtasidagi difference deyiladi, ya'ni solishtiramiz. Misol uchun Germaniyani bilsak, hozirgi kunda eng toza davlat. Borsangiz, hamma narsa daraxtzor, o'rmonlar ko'p. Bizda aksincha ko'rishingiz mumkin, Toshkentda daraxtlar kamayapti. Bu karbonat angidridni yutishiga xalaqit beradida. Daraxtlar ko'paysa, biz ayniqsa CO2 ni biz qabul qilyapmiz. Bizlarga toza atmosfera yetkazib bera olmayapti. Biz ekoturizmda daraxtlarni ko'paytirish, misol uchun Samarqand, Buxoro, boshqa shaharlarga o'tib o'z bilimimizni ulashish, ularga ham shularni chorlash. Qani yoshlar daraxt ekinglar misol uchun yoki chiqindilarni teringlar, atrof muhitni muhofaza qilish asosan oliy maqsadimiz shu ekoturizmda. Men tushunishim bo'yicha ekoturizmda masalan Toshkent viloyatida tog'li hududlari, dam olish joylari ko'p. Turizm maqsadida aynan qo'shni davlatlardan bilmadim yoki chet eldan ham aynan o'sha yashil hududlarni, toza havo uchun turistlar keladi va ekoturizm yo'nalishida men o'ylayman, aynan o'sha yerlarni tabiiy muhitini saqlab qolish. Masalan, turistlar tashqaridan kelishi uchun ichkaridagi ichki turizmda boradigan aholini balki ekologik madaniyatini oshirish kerakdir. To'g'ri. Shu yo'nalish, shu maqsad bo'yicha ham nimadirlar qilasizlarmi o'ylab. Hozirgi kunda asosiy o'tadigan darslarimiz bu modul deyiladi, o'zbek ingliz tilida, ya'ni darslar communication skills. Bu turizm uchun agar men ketmoqchi bo'lsam, bu menga eng kerakli fan deb o'ylayman. Chunki effektivni gapirish kerak. Meni gapim odam tushunishi kerak bu bir. Keyingisi eng asosiysi sustainability manager bor. Bu sustainabilityda biz nima qilamiz? Aytganingizdek, tog'li hududlar bor bizda, tayyor resurs bor. O'shalarda biz foydalanishimiz kerak, lekin kelajakdagi ajdodga ham qoldirishimiz kerak. O'sha darsda o'tilib kelmoqda. Demak, o'sha tabiatni tabiiy holida saqlab qolish, turizm bunga yomon daxl qilmasligini ta'minlash maqsadidagi yo'nalish bu ekoturizm. Tushunarli, rahmat sizga, qushlaringizga omad. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz universitetimizga. Rahmat. Xalqaro bo'lim haqida bizga qisqacha tanishtirib bera olasizmi? Nima vazifalar bajaradi? Masalan, Hozir bilasiz, ekologiya, ya'ni iqlim o'zgarishi, atrof muhitning ifloslanishi kabi muammolar kelib chiqmoqda. Shularga ya'ni vaqt keldiki, bularga shu oliy toifali mutaxassis tayyorlash vaqti yetib kelgan, bu dolzarb masalaga aylangan. Shuning uchun bu universitetda tashkil etilgan. Biz xalqaro hamkorlik bo'limi, ya'ni sifatida talabalarimiz uchun imkoniyatlar yaratish maqsadida xalqaro miqyosidagi zamonaviy va shu yashil iqtisodiyotdagi taalluqli bo'lgan universitetlar bilan hamkorlik olib borishni boshlaganmiz va olib boryapmiz. Xitoy davlati Harbin shahridagi juda ham katta miqyosga ega bo'lgan Harbin texnologiya institutiga tashrif buyurdik va ularni tajriba almashdik. Ular bilan kelajakda hamkorlik olib borish to'g'risida muhokamalar qildik. Ularni har xil o'zlariga kosmik kemalargacha bo'lgan yutuqlarga erishgan yutuqlarni ko'rsatishdi, kosmik kemalargacha ishlab chiqarishda katta hissalar qo'shgan universitet. Shuning uchun biz o'shalar bilan hamkorlik qilishda tayyorlab hujjatlarni, boshlanish hujjatlarini imzolab keldik. Va undan tashqari, masalan, Birlashgan Arab Amirliklari davlati bilan yana bitta loyiha boshlaganmiz. Bu loyihamizda talabamiz, masalan, magistr talabalarimiz uchun 5 ta talabani eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan talabani tanlab olinadi va ularga ilmiy tadqiq ishlar olib borish imkoniyati beriladi. Ya'ni ularga har oyda stipendiya ham ajratiladi va o'sha ilmiy olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlariga moliyalashtiriladi. Bizning universitetimizda ham shu yashil iqtisodiyotga o'tish fakultetlari va sirkulyar iqtisodiyot degan fakultetlarimiz ochilgan. Sirkulyar iqtisodiyot yangi soha, yangi fakultet hisoblanadi. Dolzarb, chunki shu iqtisodiyotimizni ishlab chiqargan chiqindilarini tashlab yubormasdan ularni qayta ishlab, ya'ni aylanish sirkulyarni deyiladi. Aylanib hamma chiqindilarni aylantirib, yana ishlash, bundan yana boshqa tovarlar ishlab chiqarish. Chiqindilarni yo'q holatiga zero waste deyiladi. Ya'ni
ishlab chiqarish chiqindilarini nol holatga olib kelishgacha bo'lgan jarayonni o'rgatadigan yo'nalish. Xalqaro bo'limimizda, universitetimizda asosiy shu xalqaro miqyosdagi universitetlar qatorida kiritish, shular tan olish shu maqsad qilib qo'yganmiz. Nafaqat O'zbekiston, balki shu O'rta Osiyo va dunyodagi shu o'zini obro'yiga erishish maqsadida ko'p ishlar qilinmoqda. Assalomu alaykum. Men ismim Muzaffar. Men ekologiya va iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasiman. Tanishganimdan xursandman, Muzaffar. Xush kelibsiz bizning universitetimizga. Rahmat. Sizga savolim bor. Shu Green University'dagi sizga eng yoqadigan jihatlar haqida bizga aytib bersangiz. Aynan qaysi jihatlari uchun yaxshi ko'rasiz universitetingizni? Universitetimizda asosiy jihatlari bor. Asosiy jihatlardan biri darslar ingliz tilida olib boriladi va dars davomida har xil o'yinlar o'ynab biz darsni mavzularni tushuntirishadi bizga. Biz ekologiyani va iqtisodiyotni bir-biriga bog'lab o'rganamiz va shu universitetimning shu jihatlari menga juda ham yoqadi. Do'stlar, bu yerda men faqat universitet emas, balki yashil kelajakni ko'rdim. Bu yerda o'rganilgan har bir bilim ertaga yerga foyda keltirishi mumkin. Do'stlar, shu yerda obzorimizni yakunlaymiz. Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetiga uyushtirgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, komment, like va share qilishni unutmang. Fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr.